Bu inson lampochkani ixtiro qilgan Thomas Edison. U shu lampochkani ixtiro qilish uchun 1000 marta tajriba qilib ko'radi va undan 1000 marta xato qildingizmi desa, "Yo'q, men 1000 ta ishlamaydigan usulni topdim" deb aytgan. Bu esa Colonel Sanders, o'sha mashhur KFC'ning otasi va u 60 yoshdan keyin biznesini boshlagan. Uning retseptini esa 1000 dan ortiq restoranlar rad etishgan. Bu esa J.K. Rowling, o'sha mashhur Harry Potterning avtori, lekin uning asari 12 ta nashriyat tomonidan rad etilgan ekan. Bu insonlar hayotini o'rganib bildimki, muvaffaqiyatning bitta oltin formulasi bor ekan. Bu ham bo'lsa test and trial. Test and trial urinish va sinab ko'rish. Necha marta harakat qilishingiz umuman muhim emas. 1000 marta harakat qilasiz, 2000 marta harakat qilasiz. Eng muhimi taslim bo'lmaslik. Endi to'xtataman degan joyingizda tashlab ketmaslik. Va maqsadlaringizga erishishingizda kutuvlaringizni katta qo'ymaslik. Qancha kutuvingiz katta bo'lsa, shuncha tez sinasiz va shuncha tez stressga tusharkansiz. Kutuvlarni kichiklik, uzoq muddatli qilish, jarayonni o'zidan maza qilish, rohatlanish hamda kichik-kichik yutuqlaringizga ham xursand bo'lish va taslim bo'lmaslik aynan sizning muvaffaqiyat kalitingiz hisoblanadi.